Bu salatni birinchi marotaba restoranda yeb ko'rganimda rosa sevib qolgandim. Hozir shuni uy sharoitida tayyorlanishini ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib 2 bog' rukolani tuzli suvda yarim soatga bo'ktirib qo'yamiz. Shunda rukolani ortiqcha achchig'i chiqib ketadi. Endi salat uchun qaynatilgan go'sht, shirin bulg'or qarampiri va cherry pomidorlarini to'g'rab tayyorlab olamiz. Sous uchun shosh qoshiq anor yoki limon sousi, 2-3 osh qoshiq zaytun yog'i, ta'bga ko'ra tuz, murch va yarim choy qoshiq oregano pripravasidan qo'shib aralashtiramiz. Idishga yuvilgan rukola va to'g'ralgan masalliqlarni solib, yarim banka jo'xori hamda tayyorlab olgan sousimizni quyib aralashtirib olamiz. Salatni Kallex brendini juda ham mazali, mayingina omma pishlog'i bilan bezatamiz. U bilan salat yanada ishtaha ochar, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Eng oxirgi shtrix ustiga ozgina oreganodan sepsak, shu bilan salatimiz tayyor. Vitaminlarga boy, qoni foyda salat bo'lib chiqadi. Albatta sizlar ham tayyorlab ko'ringlar.